Ukam, kommentariyada ukamiz yozibdilar, ha deb narx so'rashga, ha deb telefon qilishga xijolat bo'laman degan ukamiz uchun. Okajonim, jigarim, xijolat bo'lmang. Bemalol telefon qilavering. Qaysi vaqt bo'lsa ham biz svязda xizmat beradamiz. $1000 ichidan $100 ham so'rashga haqqingiz bor, chunki bu savdo. Xohlasangiz keling-da, mashinangiz yo'qmi? Mashinangiz yo'q bo'lsa ham kelib, xohlagan sidiningizga o'tirib, niyat qilib qo'ying, inshaalloh. Mashina olganingizdan keyin mana bunaqa komfort sidinlarni o'zimiz qo'yib beramiz. Bemalol kelaverasizlar, bemalol bexijolat kelaverasizlar. Akalar, hozirgina o'zim Xitoy avtosaloniga bordim. Avtosalonda 5-6 ta mashinaga o'tirib ko'rdim. Xabaringlar bor. Mashinamni sotdim, mashina qarab yurdim. 5 ta mashinaga o'tirdim. 5 ta mashina har xil. Men shuni bildimki, akalar, ishoninglar, men shuni bildim. Hamma komfort sidinaga bog'liq ekan. Sidinaga o'tiryapman, quchoqlayapti. Ana monitorlari ham menga qiziq emasdi. Shuni komfortni o'sha sidinani o'zida bilamoqda. O'shaning uchun akalar, kelasizlar inshaalloh. Gentraylarni olib kelasizlarmi, Cobalt'ni olib kelasizlarmi, Monza 12'ni olib kelasizlarmi? Komfort bilan bezkomfortni solishtiramiz. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'shani ustunovka qilib o'rnatib beramiz. Har doim xizmat qilamiz, kelaverasizlar akalar.